Sizlarga bugun stabil o'sadigan robotni ko'rsatib o'taman. Tilloda ishlaydigan robotimizni ko'rsanglar bo'ladi. Hozir test jarayonida $500 testga pul qo'yilgan. 2025-yilda boshidan hozirgi kungacha 2026-yilda yarmigacha testni o'tyapti. Ko'rsanglar bo'ladi, ko'rsanglar bo'ladi $500 dan hozir $1200 boryapti. Bu robot ancha xavfsiz hisoblanadi. Ishlashini ko'rsanglar bo'ladi mana. Kichik lotlar bilan ishlayapti mana 0404 0101 ishlayapti lotlar bilan ishlayapti. Bu robotni tekinga tashlab beraman. Agar mana shu videoni kommentariyasiga kamida 30 ta kommentariya yozsanglar, mana shu videoni nimasiga kommentariyasiga 30 ta kommentariya yozsanglar, videoga like bossanglar, men sizlarga Telegramdan mana shu robotni sizlarga tekinga tashlab beraman. Xavfsiz va stabil o'sadi, barqaror daromad qiladigan robot. Lekin o'sish sekin, oyiga 5%, 10% profit qilishi mumkin. Aslida sekin o'sish bu professional daraja hisoblanadi. Shuning uchun bu robot professional desak bo'ladi. Misol uchun qaranglar. Hozir ko'rsataman. Mana YouTube kanaliga o'tdinglar. YouTube mana shu videoga o'tdinglar misol uchun. Mana shu tagiga, misol uchun mana shu videoning tagi bugun men sizlarga kommentariyaga kirasizlar. Like birinchi qiladigan ishinglar mana like bosgandan keyin mana bu yerda описание bor, описаниeni o'qib chiqsanglar bo'ladi. Keyin mana bu yerda kommentariya bor, mana kommentariya yozasizlar. Agar hech nima yozginglar kelmasa 30 ta 40 ta mana bunaqa emoji qoldirsanglar ham bo'ladi. Kamida 30 ta kommentariya yozishinglar kerak mana shu videoning tagiga. Kimga mana shu robot kerak bo'lsa, kamida mana shu videoning tagiga 30 ta kommentariya yozishinglar kerak bo'ladi. Libbo narsa xohlasanglar mana bunaqa yozib ketsanglar bo'ladi. Kamida 30 ta, ko'p bo'lsa undan ham yaxshi. Kamida 30 ta nima kommentariya yozasizlar, videoga like bosasizlar, bo'ldi, tamom. Sizlarga tekinga mana shu robotni tashlab beraman. Sizlar uchun bu 5 minutlik ish, men uchun bu robot yasash ancha vaqtimni olgan. Logikani yozish bu ancha qiyin bo'lgan menga. Mana ekranda ko'rsanglar bo'ladi. Mana ekranda necha foiz profitda turibdi, necha foiz minus hammasini yozib turadi. Hozircha profit 42% da turibdi. Sekin stabil o'sadigan robot. Agar buni oladigan bo'lsanglar, demoda test qilib, keyin real bozorga olib chiqsanglar bo'ladi. Sababi har brokerda har xil spread bo'ladi, har xil swap komissiyalar bo'ladi. O'shalarga to'g'ri keladimi, kelmaydimi o'shani ko'rishinglar kerak. Lekin normalniy brokerga to'g'ri keladi. Spread komissiyalar normalniy bo'lgan brokerga bu to'g'ri keladi. Ko'rsanglar bo'ladi. Lekin bitta gap, qayta aytaman, bitta gapni hech qachon bu robotni tarixdan test qilgan payt real bozorga 100% o'xshamaydi. 70-80% o'xshab beradi, lekin 100% o'xshamaydi. Sababi bozor o'zgaruvchan. Birinchi sabab, ikkinchi sabab real bozorda broker zadержкасы bo'ladi. Misol uchun bay ochiladigan joyda surib yuborishi mumkin. Yengilliklar bo'lib qoladi, spread kattalashib qoladi yoki har bitta nima uchun, har bitta order uchun komissiya olinadi. Real bozor sal boshqacharoq bo'ladi, lekin bu 70-80% real bozorga o'xshab beradi. Shu joylari bor.
Hozir robotni ishlashini ko'ringlar, sal sekinlashtiraman. Robotni ishlashini ko'rsanglar bo'ladi. Bozor sharoitiga moslangan robot. Sizlarga pulga sotaman deyotganim yo'q, boshqa deyotganim yo'q. Boshqa joylarda hech qayerda man aniq aytaman, man ko'rmadim. Agar bo'lsa bilmadim, lekin man ko'rmadim boshqa joylarda tekinga robot tarqatadigan, tekinga buyurtma bilan robot yasab beradigan, tekinga xalq uchun xizmat qiladigan odamni man ko'rganim yo'q. Mana addushi aytolman chin yurakdan. Bunaqangi odam man ko'rganim yo'q. Agar sizlarga shunaqangi xizmat kerak bo'lsa, misol uchun robot yasash xizmat kerak bo'lsa, sizlarni strategiyalaringiz bo'yicha robot yasash kerak bo'lsa, man sizlarga yasab beraman. Tekinga yasab beraman. Bir so'm pul so'rayman, tekinga yasab beraman. Misol uchun birov Smart Money bilan ishlaydi, birov ICT bilan ishlaydi, birov trend liniyalar bilan ishlaydi. Qanaqa strategiya bilan ishlaydigan bo'lsa, menga shu strategiya logikasini aytsam, men o'shani robotga tekinga robot qilib bera olaman o'sha strategiyasini. Tekinga. Boshqa joylarda bormi? Aytinglar, yozinglar, kommentariyaga yozinglar. Tekinga xizmat ko'rsatadigan joylar bormi? Hozir Xorazm tekinga qichqirmaydi, to'g'risi. Lekin men obunachilarim uchun, o'zimni o'zbek yurtdoshlarim uchun buni sizlarga tekin qilib qo'yaman. Tekin, xizmatlari ham tekin. Faqat mana shu videoning tagiga 30-40 ta, 50 ta kommentariy yozasiz, videoga like bosib, Telegram kanalga obuna bo'lib, botlarga obuna bo'lib qo'ysanglar, men tekinga yasab beraman robotlarni. Prosta maqsad auditoriyani kengaytirish. Всё, tamom. Men sizlarni pulinglar kerak emas. Men tekinga yasab beraveraman robotlarni. Boshqa joylarda yo'q. Tekinga robot yasab beradigan joy. Hech kim sizlarga tekinga robot yasab bermaydi, mendan boshqa.